Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hayot tilim YouTube kanaliga hoş geldiniz. Men Abubakr Ma'lum bo'laman. Biz oldingi darslarimizda Engiliz tili elipbesidagi taq harflardan A, E, I, O, U'lar va ularning o'xshamagan so'zlarga kelganda anlatadigan o'xshamagan tovush ahanglari va shundaqla qo'sh harflardan AI, EE, OA, OO va OI larning o'xshamagan so'zlarga kelganda anlatadigan o'xshamagan tovush ahanlarini o'rgangan edik. Bugungi darsimizda AU, EA, EI, OU va UI qatorliq qo'sh harf yoki harf birikmalarining o'xshamagan so'zlarga kelganda anlatadigan o'xshamagan tovush ahanglarini o'rganamiz. Xo'sh xabar shuki, bugungi qo'sh harflar bilan ingliz tili elipbesidagi so'ziq tovush ahanglarini anlatadigan barliq harflarni o'rganib bo'lgan bo'lamiz. Keyingi bir qancha darsimizda uzuk tovush ahanglarini anlatadigan barliq harflarni o'rganib bo'lamizda zerikishlik elipbe qismi bilan xo'shlashib rasmiy so'zlashishga o'tib ketamiz. Sabr toqatingizga rahmat. Yana azroq chidab o'tkaysiz. Xo'sh, o'z gapimizga kelsak, bugungi birinchi harf birikmamiz bo'lgan AU harf birikmasi bir xil tovush ahang anlatadigan bo'lib, masalan, so'zilgan O. Amaliy misol qarsak, Australia, Australia, audit, audit, autumn, autumn. Bugungi ikkinchi harf birikmamiz EA bo'lib, uning jami 5 xil tovush ahangi bor bo'lib, ularning birinchisi so'zilgan E. Masalan, eat, eat, heap, heap, see, see. İkinci tovush ahangi ear, ear, gear, gear, near, near. Üçüncü tovush ahangi air bo'lib, masalan, bear, bear, pear, pear, swear, swear. Totinchi tovush ahangi bo'lib qisqa, head, head, deaf, deaf, meadow, meadow. Beshinchi tovush ahangi nayt alayda bir tovush ahangi bo'lib, masalan, earth, earth. Xo'sh, bugungi 3-chi harf birikmamiz EI bo'lib, uning jami 3 xil tovush ahangi bor. Ularning birinchisi A, masalan, 8, deb qo'yishga tegishli bir alayda nuqta. 8 degan so'zdagi GH o'qilmaydi. Demakchi yeziladi, lekin o'qilmaydi. Bu ahvolni keyingi darsimizda tafsilroq tushuntiramiz. Ikkinchi misolimiz there, there, vein, vein. EI kechiringlar. Harf birikmamizning ikkinchi xil harf birikmamiz height, neither, neither, heifer, heifer. Üçüncü xil tovush ahangi bo'lib, masalan, ceiling, ceiling, conceive, conceive, receive, receive. Bugungi 4-chi harf birikmamiz OU bo'lib, uning jami 6 xil tovush ahangi bor. Ularning birinchisi ow, masalan, loud, loud, out, out, pound, pound. İkinci xil tovush ahangi bo'lib, masalan, for, for, tour, tour, your, your. Üçüncü xil tovush ahangi bo'lib, masalan, coup, coup, coup. Bu yerda alayda askartib qo'yishga tegishli bir nuqta. Coup degan so'zdagi p harfi o'qilmaydi. Buni keyingi uzuk tovushlar qismida ayrim to'xtalamiz. Ikkinchi misolimiz soup, soup, you, you.
To'rtinchi xil tovush ahangi bo'lib, masalan, famous degan so'zga diqqat qilsangiz, degan tovushni anglatadi. Masalan, famous, famous, journey, journey. Beshinchi xil tovush ahangi bo'lib, masalan, soul, soul. Oltinchi xil tovush ahangi bo'lib, masalan, cough, cough. Xo'sh, bugungi 5-chi, ya'ni eng oxirgi harf birikmamiz UI bo'lib, uning jami 3 xil tovush ahangi bor. Ularning birinchisi U, masalan, suit degan so'zda U deb o'qildi, UI harf birikmasi. Yana bir takrorlaylik. Suit, suit. UI harf birikmasining ikkinchi xil o'qilish ahangi we bo'lib, masalan, abayqi suit degan so'zning keyiniga i harfini qo'shsak, sweet degan so'zga aylandi. Qaytib o'qaylik. Sweet, sweet. Demakchi UI sweet degan so'zda we degan tovush ahangini anglatdi. Eng oxirida UI harfining yana bir xil tovush ahangi bor bo'lib, u bo'lsa-mu i, masalan, guitar degan so'zda UI deb o'qildi. Yana bir qatim qaytlaylik. Guitar, guitar.